Assalomu alaykum. Navbatdagi tahlilimizda ko'rishib turganimdan xursandman. Hop. Bu tahlilimizda yana bitta ko'p berilib turgan savolga yechim topib olamiz. Ya'ni bu bitta ekranni o'zida 5 ta eskizni bir vaqtda o'zida chizish. Ko'pchilik hali ham alohida model chizib turib, zuborka bo'limiga olib kirib yig'yapti. Shuni yengillashtirish uchun bitta ekranni o'zida model chizib ko'rsatamiz. Mana misol uchun buni flash bitta kamera mana flashga mana ishlayapti. Mana o'g'li bu flashga bilasizlar, bu tarafga o'tsa telefonga USBga o'tyapti. Bir tarafga o'tsa hop bunda taxminiy hisob-kitobga qaraganda 3 ta detal bor. Endi chuqurlashib ketsak bu detali, endi asosiy mexanizmni yo'qotib beruvchi 3 ta detal bor. Bitta o'rta plastmas, bitta temir, bitta tashqi korpus. Hop, mana shu korpusni bittada chizgan osonmi yoki bo'lmasam alohida detal qilib zuborkaga olib kirib olgan osonroqmi? Buni ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Demek taxmin razmerini olasam. O'ttizga 18 yarim. Xo'sh. 18 yarim bo'lsa, radiusi yarim katta qoldi ekan. Hammangiz hozir bu darajada chuqurlashmaylik, video ham juda uzun bo'lib ketib qoladi. Asosiy ishni bajaramiz. Xo'sh, bu shu holatda ishlayapti. Va menda mana bu yerda ma'lum bir eskiz bor. Bu ya'ni ushlab turish uchun. Bu taxminan 5 mm, tepasi taxminan 5 mm. O'rta masofa 10 ekan. Va buni ikkovi barobar qilib qo'ysam, shunday holatiga keladi. Xo'sh, shunda menda bo'yi 5 mm. Hop, bunga 1,5 gradus beraman. Okey. Va buni 1,5 mm qalinlikda yana bitta eskiz yaratib olaman. Okey. Ichida ham eskiz bor ekan, demak mana 2. Shunday. Hop, endi ortiqcha joylarini qaytadan kesib tashlayman. Bitta xato qo'ydim, mayli mana shunday qilib qo'yay. Mana shunday. Xo'sh, mana bu menda tashqi korpus bo'lyapti. Shunda mana qalinligi 9. O'rtasini ham bir ola chizib ketay. Xo'sh.
beramiz. Hop, eskizlarni olib tashlaymiz. Buni olib tashlaymiz. Mana eskizni shunga olib qo'yamiz. Xo'sh. Yo'q. Keyinga qilib yozishim kerak. Mana bu yerda eskiz qotmagan sababi bilish ushatib tortini tepaga qochib ketyapti. Bu bilan buni diskizdan eskizib qoldi. Tekshiraman. 9 millimetrga. Endi ichida ishlaymiz. 2 millimetr endi 3 ta joyda bor ekan, bu yerda bor. Bitta bor. Okey. Keyin bu joyda bor ekan. Mana shu tipdagi funksiya bor. Shunaqa. Assalomu alaykum. Olib keldim. Nimani aka? Qolgan temirlar. Bo'ladimi aka? Hozir chiqadi. Skemanni qachon peshaymiz? Ertaga xudo xolasa. Ha? Ertaga xudo xolasa. Jumadan keyin ketaman-da. Hop, men ma'zur. Xo'sh. Nima qilib men? Bir narsa ko'rsatmoqchi edim. Ha, shu yerda eskiz bor. Eski knopkasini bossam, mana shu yerda nastroyga kirsam, xo'sh, qani shu eskiz. Mana eskiz. Okey, shuni qo'shib qo'yaman shu yerga. Eski knopka bilan chiqadi, S bilan. S'ni bossalaring, ekrancha chiqadi. O'ng tomonni bosib, nastroyga bossalaring, yerda xohlagan panelni ham qo'shib olsalaring bo'ladi. S'ni bossam, so'rayapti, vibrat eskiz deyapti. Eskizni tanla deyapti. Bundan oldin men senterga eskiz tanlashim kerak. Ya'ni misol uchun mana shu senterga eskiz tanlasam, endi S'ni bosib turib, eskizni tanlab qo'ysam, mana bu center vazifasini bajaradi. Ya'ni men yerda xohlagan bitta eskizimni chizsam, ikkinchi tomonga xuddi shu eskizni ko'chirib beradi. Ya'ni avtomatik bir tomonga bu qilyapmishlarda bemalol ikki tomonga eskizni ko'chirib beradi. Juda yaxshi funksiya. Ishlatsalar bu hali ko'proq naqshlar bilan ishlaydigan ularga ko'p nimasi bajaradi. Tushunolmalar xullas. Xohlagan shakllarni misol uchun eskiz tugatsalaring avtomatik ikkinchi tomonga o'sha eskizni beradi. Xo'p, biz ishimizda davom etamiz. Xo'sh, endi mana shu o'rtasida ariqcha bor ekan. Ariqchani yurg'izish uchun 3 millimetr banda eskiz bor ekan. Bitta eskiz, bitta eskiz. Bir nuqtasini birlashtirib olamiz. Razmerimiz aniq bo'lishi uchun bu nuqta bilan bu nuqtani birlashtirib olamiz. Devorda 3. Hop, endi mana shu joyni bu eskizga ulanib ketgan nuqta bor ekan. Endi mana shuni xuddi bu bilan buni baravar qilib shu eskizdan foydalanaman mana endi. Sizlarga ko'rsatib qo'ydim endi. O'zim ham qilsam bo'lmaydi. Bitta bitta hop, bu nuqta bilan kasatimni bu
bu nuqta bilan kesatildi, bu nuqta bilan kesatildi yana. Razmer 20 desak, shu nuqta bilan mana shu nuqtani bitta nuqtaga olib kelamiz. Nima sho'mayapti? Uzilib ketdi. Mana shu. Bu bilan bu 1 millimetr. Havaga qoldi. Tayyor. Yuz yelkanli qilamizda yuzani tanlayapti. Qosh bu bunisi tepaga o'tkazib qo'yamiz. Okey. Ikkita razmerda bitta joyga o'tib ketish shart. Yomon ko'rgan eskizim mana shu. Xo'sh. Ikkita bir xil yuzaga bir xil masofaga razmer ikkita bo'lib qolganligi uchun bu tarafdagi eskiz bunisi tomonga ulanganligi sababidan mana shu razmer bu tarafda borligini hisobi uchun menda xatolik beryapti. Shuni yo'qotdik, mana xatolik tugadi. Xo'sh, endi buni tekshirib olamiz. Mana bir tomon bo'ldi. Endi keyingi yuzadan ishlashni boshlayman. Hop, endi bu yuza biroz ellipsroq ekan. Bu nuqtadan bu nuqtagacha olamanda asosiy razmerni toshgan olishim uchun bu nuqtadan Soat 5'ten keyin kelaymi? Soat 5'dan keyin Nechida kelay? hop, davom etamiz. Qayerda qoldik? Yarim millimetr. Buni sentriga ushatib oldimmi? Ushatib oldim. Ishlashim noto'g'ri ekan. Shunga bitta emas, mana bittan kerak ekan. Sabab buni sentridan, buni radius sentr boshlangan ekan, shuni hisobiga baholatib oldim. Xo'sh, bu bilan buni bitta xatoga tenglashtiramiz. Manda endi mana shu yerdan mana shu yergacha 2,5 millimetr bo'lishi kerak ekan. Bu mana shu yerdan kesatilgan bo'ladi, ana shunday holatda. Xo'sh, endi battarroq ixtiyoriy eskiz kerak. Bu eskizni bu tarafiga olib olaman. Xo'sh, bizda qirg'oqda fasga bor ekan. Xo'sh, tashqi diametrida ishlama yo'q ekan. To'g'ri.
Yo'llardan chiroyli vazgeçmekten radius berib izlagan bo'laveradi. Hop, mana bitta tashqi korpus tayyor bo'ldi. Endi mana pastga olma qiladigan ishimiz bor ekan biza. Pastgani o'zidan bandlaylik. Misol uchun kelaveradi. Hop, endi mana shu holatida mana bu korpus o'ynashi uchun bitta yo'nalish qilib olishim kerak. Shu taraf ishvolay bo'lmasa, bu taraf 4,5 ga center kerak. İkinci tomoni teks yapıp yo'qolib. Üçge bo'ladigan bo'lsa, bunga kirishim uchun men bunga bir hechgina joy tashlab ketishim kerak. Hop, bu bo'ldi. Endi ichki mexanizmi. İçki mexanizmi qanday ishlatilgan ekanini ko'raylik. Xo'sh. İşleme yo'q ekan. Oddiy sistema ekan avvalo. Hop, buning uchun endi menga kerak bo'ladi. Mana shu yerda pastga qilib shu yerda o'zini kesib olishim kerak. Ekran tanlayman. Yarim farklı olaman. Oldu. Mana shu yuzadan shuni kesishim kerak. Hozir kesib olsam, bilasizlar nima bo'lishini. Shuning uchun oynani o'zgartirib olaman. Mana shu o'rtaga qo'yib olaman. Endi shu eskizdan foydalanaman. Shu nuqtagacha kesib yoqib turaman. Chunki ikkinchi tomon zakretlandi. Redaktorga kirib turib, ikkinchi tomonni yoqib turib
nuqtagacha. Okey. Mana shunday qilsam, lekin bu bir tarafda qolibdi. Menga bu sentrdan ikki tomonga kerak. Hop, sentrdan ikki tomonga kerak bo'lsa, endi shuni bitta eskiz chizamizda. Kopya olib turib, hammasidan nusxa olib turib, endi bu tarafga kopya qilib qo'yamiz. Okey. Mana endi bizda tayyor bo'ldi. Yana bitta eskiz. Рабочий стол. Флешки. Test. Hop, endi mana shu yo'nalishda o'rtasini olaman. Hop, ya'ni menga mana shu yuza kerak. Buni o'zini razmerligiga tencha. Hop, to'g'ri oldiga ekranimizda shu yuzani tanlab turib, mana shu eskisidan nuqta 1 dizga ichkarida olyapman. Sabab fleshga o'ynaganda o'rtada svobodniy qisib qolmasligi uchun joy tashlab ketyapman. Hop, okey. Razmerda oldimda. Hop. Endi qancha chiqqan? Taxminiy razmeri ichi bilan 13. Hop, 13 mm yopishib qolmasligi uchun o'chirib qo'yaman. Va shu 13 mm da davomida mana shu yuzani korpusi bor. Mana yuza bilan ishqalanib yuradigan korpus bor. Endi endi bu korpus menda bemalol ishlar ekan. Xo'sh, menda bitta to'g'ri eskizim bor. Mana shu yuzigacha chiqqan. Bu bilan bu yuza, bitta yuzada, bu bilan bu yuza, bitta eskizda. Hop. Bu bilan bu bitta nimada, bu bilan bu qara bitta sataniydi. Okey. Nishiraman endi. Hop, qancha millimetr ishi mumkin bu? Maksimal tepasi bu eskiz bo'ladigan bo'lsa, tayinlab 8 millimetr bu plitaga yopishadi. Okey. Endi dальше bundan o'tamiz. Hop, Type-C eskizi qani. Type-C eskizidan Type-C ichkarida olamiz. Chunki sabab Type-C ga qo'shganmiz. Bu endi bu yuzagacha chiqadi. Mana bitta yopishadi. Okey. Mana nima qilish shart emas demoqchimanda, ya'ni o'zi mana zibordga o'zida ham tayyor. Ya'ni bu misolchi bu baqa surilsa, bu yerda qancha ma'lumot kelib chiqadi, bu yerdan baqa surilsa, tekkanda qancha mahsulot chiqadi bu tarafga, o'zi razmeri aniq. Bittadan zibordga olib kirayotmaysiz. Ya'ni mana arasidagi masofa zazorlari, hisob kitoblarini bemalol shetda o'zida qilsangiz bo'laveradi.
Hop, endi darsga davom etamiz. Skate qilaman-da. Endi menda buni tashqi korpus to'shatib turish uchun joy ochib ketishim kerak. Qaysi joyga bo'lsa. Hop, bu yuzadan bu yuzagacha 1,5 millimetr, bu yuzadan bu yuzagacha 1,5 millimetr, bu yuzadan bu yuzagacha 1,5 millimetr. Hozir sizlarga o'zim shu eskizni o'rgatdim. Men ko'proq mana uni o'rganib qolganman. Ya'ni asosiy ish markazi menda sentrda bo'ladi. Ya'ni bitta mana u ushlab turgan diametrini nuqtasi mana sentrda bo'ladi har doim. Shuning uchun sentrga nisbatan nusxa olib turib ishlashim osonroq bo'lganligi uchun bu eskizcha shoshilinchda qolgan ekan, esimdan chiqib qolyapti. Hop, mana keyingi etapga ham o'tib oldim. Endi mana shu eskizga men korpus yasashim kerak. Bu tomondan bo'ladi menda korpus. Hop, endi menga mana bitta kesib olgandim men eskizim. Ko'rsatib olaman-da. Yana bundan bir desetkadan tashqariga bir donagina eskiz olaman. Okey. Yashab olaman endi. Hop, tayyor eskizim bor. Endi men bunga mana devordan bir desetka qochiraman. Okey, bularni birlashtirishadi. Devor borsa rangi o'zgaradi. Shu eskiz bilan birlashib qolganini hisob kitobini beradi menga. Hop, endi bunisi mana bu bilan teng ekan. Endi buni mana bunday orqaga qaytaraman. Qaychini o'chirib turib bu nuqta kattadan bosib turib bu nuqta bilan bitta kasaltirmaydi va bu bilan bu ham bitta kasaltirmaydi. Mana endi mana shundan korpus yasashim kerak. 1 millimetr qalinlikda. Qani mani eskizim. Yo'q, nima qilib qo'ydim men uni eskizni? Udalib qo'ydim. Yes. Shuncha qilgan eskizni ko'tingga tiqtang deb kim so'kishni ham bilmayman. Zato nima ish qilib turganim esimda. Tezda bajarib olamiz. Bir desetka bu devordan kerak. Bir desetka bu devordan kerak. Bir desetka bunisi eskizdan kerak. Eskizni qo'yamiz-da. Qaytilasizlar. Bitta nuqta qo'y. Bu nuqta bittaga sotilmaydi. Xo'sh, endi darsga davom etamiz. Mana shu eskizdan boshlab menga mana shugacha bitta eskiz kerak. Yana shuni qilaman. Esimdan chiqib qolyapti. Shu eskizlar menga mana shugacha bitta eskiz kerak. Bu eskizdan bu eskizga
kerak. Ya, ishlaringni taqdir o'qimasdan. Hop, mana chetdan betgacha 2 millimetr, bu nuqtadan bu nuqtagacha 1.3. Bıraksam buradan. Hoş. Radius 25. Bitta oldim ben hozir. O'yinlarni o'zgartiraman, menga mana yuzadan kerak. Hop, va menda 1 millimetr bunisi yuzadan qochish kerak tashqariga. Mana shunday. Va ikkinchi tomondan 1 millimetr bunisi yuzadan qochish kerak tashqari tomonga. Ve bu tashqariga chiqmayapti. Uzr, men bor past tashlab turganim umuman hayolimda yo'q. Hop, yopishtirishni olib qo'yamiz. Bizga hozircha bu yopishib olishi shart emas. Okeyga bosamiz va endi mana bizda mana bu yerda ortiqcha model bor. Shu modelni kesib olib tashlashim kerak. Mana model bor. Shu modelni kesib olib tashlashim kerak. Shu modelni men nima bo'yicha kesib olib tashlasam bo'ladi? Shu modelni men mana eskiz bo'yicha olib tashlasam bo'ladi. Qaysi modelni mana shuni o'zini kesdim. Mana sirloq qilib kesib qo'ydi. Endi mana shu holatda hamma joyida bir ajoyib kamera tepada kirgan guli bor ekan. Mayli, uni yoqib ko'ramiz. Shu yuzlarni tanlayman-da. Qanishdan yo'q, oldin men bitta fasga berib qo'ydi. Mana shunday. Xo'sh, navarotga bersam teparoqqa ko'taringlardi. 2 millimetrga ketsam hop, pastki tomondan bitta nima yuzasi bor. Mana shu yerdan mana shu yergacha. Kesamiz. Hop, menga ikki tomonga kerak 10 millimetr, 20 millimetr. Okey. Endi tarafga o'zing bosinglar. Hop, endi mana shu yerdan shunday qilamizda. Diskizdan kopiya olib turib
shu kopiyadan eskiz olaman. Misol uchun mana shu yerdan shetgacha va dальше shetdan shetgacha. Hop, razmer bu yerdan 1,5 millimetr va bundan 1,5 millimetr. Va bunga mana shu kerakmas. Bu endi menga mana shu yuzigacha yopishib berish kerak. Qaysinga yopishadi? Mana korpusga yopishadi. Okey. Pastidan xuddi shu. Shuni ko'chirib turib, shu eskizdan nusxa olamiz va ko'chiramiz. Qaysi yuzigacha? Mana bu yuzigacha. Qayerga yopishadi? Bunga yopishadi. Okey. Mana bu maqsad mana korpusni tiqib olgandan keyin aqa-baqa qimirlab ketmasligi. Endi buni surish uchun bunaqa texnologiya qo'llangan ekan. O'ziga bitta nuqta chiqarilgan ekan. Hop, biz ham shu ishni qilib qo'yamiz mayli. Xo'sh. Mana shu eskizni ko'rsatib olaman-da, maqsadim sentrni topib olish. Hop, 2 millimetr. Ochamiz, nuqta 5,5 millimetr ichkariga kirsin. Tayyor. Va bu tarafdan xuddi shu ish. Buni o'chiramizda, buni eskizdan foydalanamiz. Tayyor. Endi shu eskizni ichidan turib shu eskizni 0,05 soatga ichkariga eskiz tortamiz. Hop, ozgina qoldi aka, hozir qaytarib olaman sizga. Bunga tortamiz. Xuddi shu ishni bu yuzi bilan takrorlayman. Mana bu menda ikkita eskizni birlashtiradi. Bu menda o'rtadagi nuqta aqa-baqa sudrashni ko'rsatadi. Mana shunday holatda bitta detal kampirik paydo bo'ldi. Men endi bu yerda hamma kamchiliklarni ko'rib olish ehtimolim bor. Misol uchun, agar bu tarafga surmoqchi bo'lsam, bunday analizdan razmerda olaman. Misol uchun, bu bilan bu 7 millimetr ekan. Migrasiyadan kirib turib, buni 7 millimetr sursam, 7 millimetr sursa qanaqa holatga keladi? Buni ko'rib olishim mumkin. Yoki bo'lmasam, analizga kirib, bu bilan bu yuzi 11 millimetr bo'lgan bo'lsa, yana migrasiyadan kirib turib, bu yuzi 11 millimetrga sursam, bu kelib taqaladi. Arasida zazor bor. Qaysi holatda taqalyapti? Buni ham birrab ko'rib olishim mumkin. Mana kelib 0 ga taqalyapti. Mana qayerlarda zazor qolyapti, qanaqa holatda bemalol ko'rib, keyin chetda o'zida xatolarni to'g'rilab, agar juda analizga olib kirgan ziborkaga olib kirganlaring kelsa, ziborkaga mana shunday detal bor. Olib kirib olib, bemalol tekshirib analiz qilsalaring bo'laveradi. Mana shunday holat, bitta ekranda ishlash 40 minutda ham 10 minutda o'zgaradi o'lim. Xuddi mana shunday qilib turib detallarni bemalol yig'ib bitta ekranni o'zida tahlil qilib ishlasalaring bo'laveradi. Endi bunga o'zlaring ko'zlaringga qarab rang berib berishlaring. Misol uchun ko'l rang bor ekan.
Bunisi prozrashniy ekan. Shuni berib ko'ray. Nikelga avvalambaloqlari bor, metal, stal, nikel. Shunday qilib ishlataverasizlar. Xohlasalaring, renderlamoqchi bo'lsalaring, kerakli nuqtani belgilab, sekin chiroyli holatini ko'rsatib renderlayverasizlar. Salomat bo'linglar, jigarlar, sog' bo'linglar. Endi men qaytdim. Ba'zi ishlarni joyiga qo'yib qo'ymasak bo'lmaydigan holatga kelib qolibmiz. Ishlaringga omad, tushundilaring degan umiddaman. Xudo xolasa qolganini xabarlashamiz. Salomat bo'linglar.